Falaq so'zi lug'atda yorish ma'nosini bildiradi. Bu surada falaq so'zi subh, tong ma'nosida ham kelgan. Tong kechani yorib boshlangani uchun shu nom bilan ham ataladi. Bu sura-i karimada Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va musulmonlarga barcha yomonliklar, xavf-xatarlardan o'zidan, ya'ni Allohdan panoh tilashga undaydi. Alloh taolo ularga o'z himoyasini e'lon qiladi va xuddi mening himoyamga marhamat, tinch omon joyga marhamat degandek bo'ladi. Albatta, himoya qiluvchilarning eng yaxshisi Alloh taolodir. Agar boshimizga kulfat, musibat, tashvish tushadigan bo'lsa, biz najotni kimdan ko'ramiz? Albatta Alloh taolodan. Alloh taoloning panohiga qochamiz. Keling azizlar, avvalo